Sen internetga chiqar topar, internetga chiqar. Mana bugun 7si soat 8. Men qarab turaman. Aka, assalomu alaykum. Mana shu instrumentni nech pulligini topsangiz 50 ming so'm beraman, aka. 900 ming, 800 ming, 750 ming, 250 ming. To'xtatsangiz men aytaman-da. 720 ming. Variantlar yo'q. Aka, yaqin keldingiz. 750 ming. Yana yaqin keldingiz. 85 ming. 815 ming. Benim işim yok. 100 dollar yo'q, ko'p e'tibor desiz. 280. 750. Toshkent City'da hech kim topolmayapti-da, mana shu keyin ham topdilar, baraka topsinlar. Keyin 50 ming. Hakkani ekan. Eshitdim. Aka, mana shu instrumentni nech pulligini toping 50 ming so'm beraman. 400 ming, Taxmin qiling, nega qocha olasiz? Keling, voy. Mengacha kim bo'lib qolsang ham. 480 ming, 580 ming tursa kerakmi? Taxmin 100 dollar, 1,5 million. 520 ming. yo'q. 600 tысяч. 700 tысяч. Turadimi? Shunda variant. 150 ming. 50 ming menden alıp koşma. Qani siz qo'lingizga olib ko'ring mana. Yok abi ben ne bıraksın de. So'mni bilmaysizmi? 480 ming. Yaxshi firmaniki ekan. Yaxshi O'shanga firmaniki qimmatroqda bu firmaning farqi bor-ku. Bu qimmatroq firma ekan. 650 ming dollar. Agarda sizlar ham ushbu instrumentning narxini topgan bo'lsangiz, kommentariyaga yozib qoldiringlar.